Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizi qacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2020 yıl 7. ayının 2. günü. Haftaki Perşembe, hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusu da aysaksız düşündak deyimiz ki bir irade, bir milletni millet kıladigan büyük psikologiyalik hadisidir. Çünkü Hong Kong'da 1 milyon kişiden artık, yani 1 milyon kişilik namayış Hong Kong'un her kaysi caylarda, bulan pişkaklarda, koçalarda götürüldü. Bu namayış ki zor bir alaylık şu oldu ki vatandaş, onun koludaki lozunka, onun yançıkıdaki lozunka, o tarqıtavatkan listavka var ahçılar, hemmisi müstakil Şangay, müstakil Hong Kong. Hong Kong müstakilliği, Şangay müstakilliği bile yazılgan lozunkalar var ahçılar idi. Bu katemki namayışın karakteri de şundak bol. Yani bir karakteri, işkence bir karakteri, bu katemki kanunla, Hong Kong'da devlet bexaterligi kanunu ne? Memlekette kurultay, daimi komiteti, Cumhur'un daimi komiteti ilan kılıp tarqatkan bolsa bunun nöri başkaça idi. Biroq bu qatim bu kanunga Reis Xi Jinping imza koydu. Hong Kong'da 1 milyon kişilik namayış, Hong Kong halkının nicat yultuzu bulanın iradesinden belgelengen nicat yultuzu. Onunla bir yakkan emas, yangan emas, taşlangan emas. Şangay halkı özünün nicat yultuzunu özünün vücud eden, özünün ahlakıdan, özünün vicdanıdan, özünün on seviyesinden izlep taptı. İttifaklaşıp koçuğa çıkıp namayış kılıştan nemeden direkt biridiğallığına Hong Kong halka ölge kılıp bütün dünyayı yarat. Tarihte bulup gelgen namayışta, tarihte bulup gelgen kötürülüşte hemmisi öz devrinin hasilatıdır, öz devrinin mahsulatıdır. Lekin devirge seliş turgan vaqtda o devirlarni qalaq yoki o'ttirhol qalaq holatdagi davrlar yoki sal taraqqiy qilgan davrlar desingizmi, bugun ilm fan taraqqiy qilgan bo'libmi, fan texnika taraqqiy qilgan har qaysi davlatlarning soqchi organlari, taftish organlari, tintish organlari, istihbarat organlari zamonaviy texnik bilan qurollangan bu kunda bugun chandan yoki Jungo Kompartiyasi bu texnikini, insoniyat yaratgan texnikini xalqni ezishga, xalqni qul qilishga, millatni yo'qotishga ishlatayotgan shundoq bir kunda shundoq fan texnika bilan qurollangan, masalan bostirish aparatları, bastırış maşinesi, devlet maşinesi, fan texnik bilen kurallangan Jungo hükümranlığıdaki Şangay'da bugün caranlık bir şuar. Bütün dünyaya tarqaldı. Nime? Müstakil Şangay. Müstakil Hong Kong, Hong Kong müstakil. Yani bu 1 milyon kişilik namayışın karakteri ve maksedidir vatandaş. Kısa haber, bir cümle, bir görünüş, torpilim. Ne deydi? 7. ayının 1. günü zor avaz götürüldü. Su nasosları bilen su geçildi. 5000 nefer Şangay sakçıları, Hong Kong sakçıları koçuğa çıktı. Hong Kong kahramanları küllük ve taş kesek bilen özüne müdafiye kıldı. Değişlik, akıl ve idrak, zoravallıktan hali bulunuz. Bu şuar idi. Bu namayışçıların maksidiydi. Şan şeref sana kaytıp keledi Şangay. Hong Kong yukarı avazda to'ldi. Hong Kong'da 1 milyon kişilik namayış bir hatır yarattı. 1 milyon kişilik namayış bir hatır yarattı. Bexaterlik kanunu aslında sakçı guman kılgan aman guman kılgan kişilerini kolga ilişki başladı.
köpçükket. 7. ayının 1. günü YouTube Şinven Pey'en Tor filmi hüccetle koyup verir. Endelikti yana bir mavzu hürmetlik vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi Avam Palatası Hong Kong Avtonomiya Kanunu layihasi ma'qulladı. Mavzulu haber 7. ayının 2. günü Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq boshlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi haftaning 3. günü birdak embargo qilish qonun loyihasi ma'qullab, Jungoning Hong Kongchi davlat bexatarligi qonunni ma'qullab yo'lga qo'yganligini jazolamoqchi bo'ldi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Hong Kongchi davlat bexatarligi qonuni Jungo va'da bergan bir davlatda ikki xil tuzumga xilop Amerika bu xatarlik qonunni ayblaydi. Nancy Pelosi mundaq ko'rsatdi. Bugun biz faxrlangan holda Shangang Hong Kong avtonomiyasi qonun loyihasi ma'qulladik. Bu qonun loyihasini ma'qullash Jungo hukumatining Shangang Hong Kong xalqini tezlik bilan bostirishini oxirlashtirishdan populiz ishlatish va rahmsizlarcha harakatlarni oxirlashtirishdan muhim bir qadamidir. Bu qonun loyihaga asoslanganda Amerika Shangang Hong Kong avtonomiyasiga buzg'unchilik qilgan shaxs va shirkatlarni embargo qilishda qo'llaydi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasidan har yili embargo qilish ahvoli to'g'risida doklad tayyorlab, Davlat Majlisiga topshirishini talab qiladi. Bu qonun loyihasi hozir Kengash palatasiga qaytib keldi. Kengash palatasi shuningga o'xshaydigan bir turli qonun loyihasini allaqachon ma'qullagan edi. Bu qonun loyihasida Hong Kongchi davlat bexatarlik qonunini qo'llagan shaxslar va banka yana boshqa amaliy iqtisod gavdalarini embargo qilish maqsad qilindi. Jungo hukumati nisbiy mustaqillik Hong Kong qonun turg'ish sistemasini aylanib o'tib, Beijing davlatining egilik huquqini og'dirg'uchilar davlat bexatarligiga ziyon soladigan harakatda qarag'anlik harakatlarni jazolamoqchi bo'ldi. Hong Kongchi davlat bexatarligi qonuni 7. ayning 1. kunidan boshlab kuchga ega bo'ldi. O'xshashli Oqsaroy yana ba'zi harakatlarni qo'llandi. Shangang Hong Kongga eksport qiladigan harbiy ishlar, texnika mulozim buyumlarini eksport qilishni to'xtatdi. Davlat Majlisida ikki partiyaning a'zolari Beijingdan Hong Kongchi davlat bexatarligi qonunini majburiy yo'l qo'yganligini birdak aybladi. Mavzuda xabar 7. ayning 2. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Beijingning davlat bexatarligi qonuni yo'l qo'yganligi to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Ikki partiyaning a'zolari Beijingning va'dasidan yenib elib, davlat bexatarligi qonunidan foydalanib, Shangang xalqining ya Hong Kong xalqining demokratik talablarini bostirganligini birdak aybladi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi yig'inga kelib, nutq so'zlab, mundaq ko'rsatdi. Erkinlikni qizg'in suyadigan barliq kishilar birlashib bu qonunni ayblashi kerak. Bu qonun Beijingni ko'p yillardan beri Shangangning yana Hong Kongning siyosat va iqtisod erkinlik hujum qilishlarini texmo tizlatdi. Nancy Pelosi xonimunda ko'rsatdi. 23 yildan keyin ma'qullangan davlat bexatarligi qonuni Shangangda Hong Kongda bir davlatda ikki xil tuzumning halok bo'lganligini jakarladi.